Uchxonaga Yunusobod 4-kvartal. Shunda Amerika posolstvosi bu yoq Xonsaroy, Shohsaroydan kelganlarida Zarafshon novostroykasi bor. Chiroyli qilib qo'ygan 9 qavatli binolari bilan. Shu yerda 3 xona, to'lxona qilingan 88 kvadrat, 8-etaj uy chiqqan. Bet kirurish, mana bu yoq oshxona, o'zini balkonlari ham bor naryoq. Mana oshxonani ham chiroyli stol-stul qilib qo'yishgan. Xo'p, mana bu yerda mana xol qilib yuborishdi. Mana o'tirib, yeb-ichib televizor ko'rib o'tirasizlar. Xo'p, endi mana bu yog'imiz mana detskiy xona. Mana ikkita kravatlar bilan chiroyli qilib qo'yishdi. Endi mana bu yog'imiz zal mana. Zal ham chiroyli. Mana bu yerga shunday televizor ilasizlar, xohlasanglar stol-stul, xohlasanglar divanlarni qo'yib yuborasizlar. Mana remontlari ham svejiy bo'lib turibdi. Xo'sh, endi mana hozir yoqda ikkita xonani ko'rsatdim. Xo'p, teplый pol oshxonada, keyin mana bu sanuzil, mana ko'raveringlar bu yoqni ham. Mana даже artel-sartellarni anaqa qo'yib qo'yishdi. Bemalol mana bu sanuz, mana vannani qaranglar, katta keng qilib chiroyli kafelli ishlatishgan. Mana bu mana spalniy, родительский spalniy, katta spalniylarni qo'yib qo'yishgan, ranglar zo'r, chiroyli qilingan. Xullas havo aylanadi. Bu yoqda ham rom reshutkalari bor. Shu joyimizni narxini 114 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom bo'ldi.